Ushbu kadrlar Groznidagi shifoxonada olingan. Bunday holatlar o'zimizda O'zbekistondagi shifoxonalarda ham tez-tez uchrab turadi. Kadrda ota-onasi tomonidan hayotiy belgilari to'xtagan bemor zudlik bilan shifoxonaga olib kelinadi. Vrachlar tomonidan bolani nafas olmayotganligi aniqlangandan so'ng bemor zudlik bilan reanimatsion palataga o'tkaziladi va bemorning hayoti uchun kurash davom ettiriladi. Faqatgina 2 daqiqadan so'ng bolani yurak urishi hamda nafas olishiga erishiladi. Bunday holatga asosiy sabab esa Ceftriaxone ukolini uy sharoitida olinganligi bo'lib chiqadi. Ceftriaxone ukolini eng yomon tarafi anafilaktik shokka tushirib qo'yishi mumkin. Bu ota-ona ulgurdi, siz esa ulgurmasligingiz mumkin. Shunday ekan, siz yoki farzandlaringizga vrachingiz tomonidan Ceftriaxone ukoli buyuriladigan bo'lsa, uy sharoitida nazoratsiz bunday dorini qabul qilmang. Albatta, vrach nazorati bilan klinikalarda olganingiz yaxshi. Bunda foydali ma'lumotlarni o'tkazdirib bormaslik uchun mening profilimga obuna bo'ling.